Agar siz kabutar boqishni yaxshi ko'rsangiz, kabutarda uchrayotgan kasalliklarga ham e'tiborli bo'lishingiz kerak. Kabutarlar qish paytida bo'yni qiyshayib, enkayib qoladi. Bu kasallik shamollashdan kelib chiqadi. Kabutar immuniti kuchli bo'lishi uchun qish faslida har doim donni har xilidan qo'yish kerak. Don yeyotgan idishiga har xilidan. Hammasida har xil vitamin bor, har xil immunitet bo'ladi. Agar mosh bo'lsa, mosh issiq, qizil tariq, sariq tariq bular issiq. Ko'katlar, har xil donlarni har xilidan. Har xil narsa immunitetni ko'taradi. Ko'katlar albatta bo'lishi shart. Bunga juda e'tiborli bo'ling. Har doim kabutarlarni har xil chiroyli turlardan boqishga harakat qiling. Kabutarlar sizga foyda keltirmaydi. Ko'paysa boshqalarini, bolalarini olib sotishingiz mumkin. Boshqa turlaridan olib har xil chatishtirib ko'paytirishingiz mumkin. Kabutarni ham juda ko'p turlari bor. Oyoqlarida pati bor, boshlarida tochchasi bor, har xil kabutarlar bor. Lekin yeb ichishi bir xil hammasini. Kasalliklari ham. Kabutardan tashqari boshqa qushlar boqsangiz ham ularda ham foydasi bor. Ular haqida alohida gaplashamiz hali. Kabutarlar agar sizni kabutarlaringiz kasal bo'lib qoldi deylik, ana suviga antibiotik darichadan solib qo'ysangiz bo'ladi, bemalol. Qaynagan bo'lishi kerak. Qaynagan suviga masalan 1,5 litrmi yo 3 litrlik bankaga 3 ta solib qo'ysangiz bo'ladi, 3 litrlikka. Dori, antibiotik dorilardan solib qo'ying bemalol. Kabutarlar bo'yni qiyshayib qoladi, yo bo'lmasa patlari tuksayib ovqat yemay qoladi. Mana bularga ham agar antibiotik suvidan ichsa, endi boshlangan bo'lsa ertaroq tuzaladi. Agar o'tib ketgan bo'lsa, ukol ursangiz ham bo'ladi, agar qo'lingizdan kelsa. Kabutarlar yoppasiga kasallanib ketmaydi, hech ham qirilib ketmaydi. Bu tovuqqa o'xshagan parranda, lekin yoppasiga qirilib ketmaydi. Albatta ovqatlanishiga e'tibor bering, keyin yana bitta narsaga e'tibor bering. Idishiga don soldingiz. O'sha narsani tozaligiga e'tibor bering. Toza tursin. Kam-kam, tez-tez bersangiz, idishi toza turadi kabutarlarni. Hamma narsada ham bor parrandalarda yashash joyini tozaligi. Qo'nayotgan qo'ndoqlarini tozaligi, yashayotgan joylarini tozaligiga e'tibor bering, kabutarlaringiz bo'lsa. Bu sinovdan o'tgan kabutar boqib ko'rganman. O'ta ko'p emas, lekin chiroyli dekorativ kabutarlardan 6 tama boqqanman. Oq kabutarlardan. Idishini tozaligi, suvini tozaligi bu eng birinchi o'rinda turadi. Kabutarlarni bir olishda 4 ta 5 ta olsangiz, shularga ham e'tibor bering. Ular urgangancha qo'yib yubormang, qanotini bog'lab uchib ketadi. Undan ko'ra yosh kabutarlardan sotib oling, yosh. Endi onadan ajralgandan sotib oling bozorga borganda. Endi onadan ajralgan, shu uyiga urganib qolmagan, uchib ketib qoladi, urganib qolganlari. O'shalardan sotib oling va uyingizga urganadi. Har xil joydan sotib oling, har xil onani bolalaridan va sizni uyingizga urganadi. Albatta ancha vaqt qafasida turish kerak. Yerga mehr qo'ysin, kam-kam uchib urganib moslashib ketadi siznikiga. Kabutarlarga shirin choy ham beradi ko'plar, urganib ketmasligi uchun.